Qo'limdan kelgancha musofirda yurgan do'stlarimizni ishga joylab qo'yishga harakat qilaman. Inshaalloh mana shu kanalim bormi, Instagram, TikTok kanallarim bor. Mana shu orqali inshaalloh Xudo xolasa juda ham ko'p insonlar ishli, joyli bo'lib qoladi. Jigarlar, sizlardan maksimalniy podдержканы kutaman. Birdana bu like bosing, обязательно mana shu videolarni do'stlaringiz bilan, tanish bilishlaringizga tarqatib qo'ysalaringiz, Xudo xolasa musofirchilikda yurgan, ish oqtarib yurgan do'stlarimizni ko'pchiliklarini qo'limizdan kelgancha ishga joylab qo'yamiz. Ish bor jigarlar. Bugungi ishimiz Moskovskiy oblast, город Орехово-Зуево va Moskovskiy oblast, город Домодедовоda грузчикlar kerak. Jigarlar, videoni to oxirigacha ko'ring, обязательно like bosib, shu videoni do'stlaringizga tarqatib qo'ying. Kommentariyaga o'tib omad so'zini yozib qo'ying. Moskovskiy oblast, город Орехово-Зуевоga грузчикlar kerak. Sklad shin, balon skladi. Jigarlar, грузчикlar nima ish qiladi? Furada balon keladi, balon tushiradi, balon yuklaydi, shunaqa ishlar. Skladda balon taxlaydi, mana shunday ishlar. 8 yoshdan to 50 yoshgacha bo'lgan akalarimizni bu ishga taklif qilamiz. Smenalik ishlar. Ob'yomga ishlashdan charchagan akalarimizga mana smenalik ishlarni sizlarga taklif qilamiz. Maksimalniy podдержка qilar mana shu videoni hamma ko'rsin. Inshaalloh kelib ko'rgandan keyin kelib inshaalloh ishga joylashib olishadi. 4100 rubldan. Agarki siz o'sha Орехово-Зуевоda yashab turib qatnab ishlayman desangiz 4400 rubldan. Jigarlar, o'ylaymanki грузчикка bu oyliklar arziydi. 11 soat ishingizga 4100 yo 4400 rubl to'laydi. Joy, forma, transport, трудовой договор hammasini qilib beradi. Bir oyda 2 marta oylik, har hafta avans bor. Moskovskiy oblast, город Домодедовоga, Pepsi skladiga грузчикlar kerak. Medknishkaga yordam beradi kompaniya tomonidan. Xohlasalar medknishkalaring yo'q bo'lsa yordam beradi. 11 soat ishingizga 4200 rubl to'lanadi. Yerda ham uslovasi xuddi shunday. Yotoq joy, forma, transport, трудовой договор beradi. Bir oyda 2 marta oylik, har hafta avansi bor. Glavnisi oyligi bez zadeshka. Jigarlar, kimki realniy ishlamoqchi bo'lsa, marhamat, ekrandagi nomerlarga aloqaga chiqinglar. Max приложенияsi bu. Max juda ham ko'p insonlar tushunmayapti nimaligi. Shu Telegram, WhatsApp, Imoga o'xshagan bu ham Max, Rossiyani o'zini приложенияsi. Maxni skachat qilsanglar, Rossiya territoriyasida juda ham yaxshi ishlaydi bu приложение. Bemalol telefon qilib yo yozsalaring ham bo'laveradi. Shunday situatsiyalar bo'lyaptiki, odamlarni ishga yuboryapman, borib turib yotoqxonasiga joylashgandan keyin shunday bo'lyaptiki, to'shto medknishkaga направление beradi. Bu medknishka o'zlaring bilasizlar, pullik bo'ladi. 3500 rubldan 5000 rublgacha. Hamma klinikalarda har xil qilinadi. Направление bergandan keyin yo bo'lmasam оформлениyaga dokumentlarini topshirib qo'ygandan keyin juda ham ko'p odamlar O'zbekistonga ketishim kerak, boshqa joyga ketishim kerak deb, mumkin boshqa ish topishyapti-yu, shunday deyishyapti. Jigarlar, unday bo'lmaydi-da. Ishga sizni dokumentlaringizni tashlab уже оформить qilib qo'ydimi? Nima qilasiz odamni aldab? To'g'risini ayting. Konkretniy erkak bo'lish kerak hayotda. Men boshqa ishga boraman, yaxshiroq ish topdim, oyligi balandroq ish topdim deb aytsa, hech kimga lishni gapirmaydi. Mana shunday aytish kerak. Yo'q, to'shto O'zbekiston ketishim kerak, onam kasal, unday, bunday degan bahonalarni topib, nima qilasiz o'zingizni bo'yningizga gunoh orttirib? Shuncha qilgan gunohlarimiz yetmaydimi? Yana undan tashqari yana o'zimizni bo'ynimizga yana yolg'on gapirib, yana gunoh orttiryapmiz. To'g'risini erkakcha aytsa, tamom. Hech kimni ushlab o'tirmaydi ham, majburlamaydi ham sen shu yerda ishlaysan deb. Kimgaki ish kerak bo'lsa, keladi, ishlaydi. Kimgaki kerak bo'lmasa, ishlamaydi, yotaveradi. Jigarlar, to'g'ri aytyapmanmi? Kommentariyaga o'tib yozib qo'ying. Ishlarimiz Moskovskiy oblast, Домодедовоda va Moskovskiy oblast, город Орехово-Зуевоda ikkita joyga грузчикlar kerak. Usloviyasini aytib o'tdim. Jigarlar, kelmoqchi bo'lsalaring, ekrandagi nomerlarga aloqaga chiqinglar. Max приложенияsi, Maxi WhatsAppga o'xshagan narsa. Bemalol aloqaga chiqib, kelib ishga joylashsalaring bo'ladi. Like bosamiz mana shu videoga, maksimalniy podдержка qilib do'stlarimizga tarqatib qo'yamiz. Do'stlarimiz ham ko'rib inshaalloh kelib ishga joylashib oladi. Hamma videomizni oxirigacha ko'rganlaring uchun, podдержка qilganlaring uchun sog' omon bo'linglar. Alloh panohida bo'linglar. Xayr.